Atiga eng arzon to'rtta mahsulotdan bir lish chiqadigan jaydari qarsillagan Napoleonni bir galida uy sharoitida tayyorlab ko'ramiz. Idishga eng sifatli va ishonchli turon uni solib, ustidan sariyog' solamiz va urvoq holiga keltirib olamiz. Alohida idishga muzdekkina suv, bitta tuxum va bir osh qoshiq uksus solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan massani urvoqqa qo'shamiz va mushlamasdan videoda ko'rsatilgandek qilib bosib xamir qoramiz. Tayyor bo'lgan massani teng 8 bo'lakka bo'lasiz. Menda har bitta bo'lagi 268 grammdan bo'ldi. Yumaloq qilib zuvala qilib 2 soatga muzlatgichga olib qo'yamiz. Tingan xamirlar osongina yoyiladi. Listingizni o'lchamiga moslab katta qilib yoyib olishingiz mumkin. Menda listim 60 ga illik. Chetidan chiqqan xamirlarni alohida olib qo'yamiz. Ustini bezatishga hali kerak bo'ladi. Qizib turgan pechda 200 gradusda har birini 6-8 daqiqadan pishirib olamiz. Qip-qizil qilib, mana shunday qilib pishirsangiz qarsillagan bo'lib chiqadi. Kremi uchun xona haroratida yumshab turgan sariyog' va zugshoniy molokoni solib mikser qilib olamiz. Krem tayyor. Pishgan korjlarning ustiga tayyor kremlarni solib, videoda ko'rsatilgandek qilib surib chiqasiz. Tayyor bo'lgan korjlarni har birini teskarisini qilib o'girib, kremlab chiqasiz. Chetidan chiqqan xamirlarni ham pishirib, maydalab ustini bezatamiz. Eng oson va mazali jaydari Napoleon tayyor bo'ldi. Agar sizga retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.